Yo, hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Seldon MC kanali. Bu kanal mening ikkinchi kanalim. Iltimos obuna bo'ling va bu videomizga like bosing. Bugungi videomizda biz Minecraftdagi eski ruda haqida gaplashmaymiz. Nima, cho'lingizmi gaplashadigan bilya? Xullas, bugungi videoda biz Minecraftdan olib tashlangan ruda haqida gaplashamiz. Ruby rudasi. Bu ruda Minecraftga qachon qo'shilgan edi? Esimda yo'q. Mana o'rgandim. Bu ruda Minecraftga 2012-yil snapshotda qo'shilgan ekan. Bu ruda Minecraftdan bir kun o'tib olib tashlangan. Ammo nega? Bu ruda Redstone'ga juda o'xshaydi va mana ularning o'xshashligi. Agarda o'sha Ruby rudasi Minecraftda qolganida bizlar hozir masalan konda qorong'uda yurganimizda Redstone bilan Rubyni ajrata olmasdik. Shuning uchun Rubylarning o'rnini yashil zumrad, ya'ni izumrudlar egalladi va bir kun o'tib Ruby rudasi Minecraftdan butunlayin olib tashlandi. Bu Ruby rudasi haqida ko'p videolar bor, ammo ular Minecraftdan olib tashlangan narsalar degan videoda men esa u Ruby rudasi haqida alohida video chiqaryapman. Iltimos kanalga obuna bo'ling va mana shunday zo'r foydali ma'lumotlar uchun videolarimizga like bosing. O'zi bitta videom bor-ku. Xullas, sizlar bilan Seldon MC kanali bo'ldi. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.